vaqti bo'ladi-yu, period. O'shanda обязательно 3 kun, 4 kun istimalab, tushmay bir haftada ukol-dori qilib davolanardim-da. Uylangandan keyin birinchi detoks ichdim. O'sha detoks ichgandan boshlab shu paytgacha umuman kasal bo'lmadim. Shamollaganim ham yo'q, hech qanday kasal. Aptekadan birorta dori ichganim ham yo'q, ukol ham olganim. Uylanganimga 2 yildan oshdi, 3 yil bo'lyapti. O'sha. Detoks programma boshidan uncha rezultat sezilmadi. Ana sezilmaganga o'xshab ichib yuraverdim. Anaqa qildi, keyin o'sha постепенно o'sha yillar o'tgandan keyin o'sha kasalligim yo'qoldi. Keyin har o'sha bahor bilan kuzda havo almashgan paytda boshim juda ham qattiq og'rirdi. Почти bir xillarda cherezdan og'rirdi. Ana tabletka ichsam ham bir xillar to'xtamasdi. Og'riq qoldiradigan o'sha bosh og'riqlarim umuman yo'qolgan. Pochkangizchi belingiz? Pochkamda muammo bor edi ozgina. Pochka hozir yaxshi. Yaqinda o'zi tekshirishga bordim. Hammasi juda ham zo'r. Hali biron marta kasal bo'lmadim shu paytgacha. O'sha faqat o'zi основной 3 ta etap o'tdim-da. Detoks, kalavada и parashut. O'shani o'zidan shuncha rezultat oldim-da.